Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu 6 ta narsani menga bajaramiz deb kafillik bersalar, men sizlarga jannatda kafilligini beraman. Gapirsanglar rost gapiringlar, va'da bersanglar bajaringlar, sizlarga bir omonat qo'yilsa, omonatni ado qilinglar, farjlaringizni zinodan saqlanglar, ko'zinglarni nomahramlardan tiyinglar, qo'llaringizni gunohdan tiyinglar. Ikki ko'zni zinosi bu qarashlik, ikki quloqning ham zinosi bor. U nomahramlarning so'ziga quloq tutishlik. Tilning zinosi harom so'zlarni gapirishlik, qo'lning zinosi harom bo'lgan narsani ushlashlik, oyoqning ham zinosi bor. Ana shu harom tomonga qarab yurishlik, qalb ana shu narsalarni o'ylaydi, ana shu narsalarni xohlaydi. Kishi mana shu zinoni qilar ekan, unga albatta oxiratda agar tavba qilmay o'tib ketsa, oxiratda jazo beriladi, lekin dunyoda ham mana shu qilgan gunohlarining asoratini ko'radi. Ko'zini nuri ketadi, qalbidan xotirjamlik ketadi. Hayol parishon bo'ladigan